Xotinini qizg'ansa vahobiy bo'ladimi? Ayting shuni. Xotiniga ishton kiy desa vahobiy bo'ladimi? Xotiniga o iching ko'rinadigan, ichki kiyiming ko'rinadigan ust-bosh kiymagin desa vahobiy bo'ladimi? Bu Allohimizning gapi-ku bu. Bu dinimizning gapi-ku bu. Hamiyat iymoni borda bo'ladi. Hamiyat bu qizg'anish bu. Qizg'anmaslik natijasi bilasizmi, oilalar parokanda bo'ladi. Zino rivojlanadi. Zino rivojlangan joyda otasi notayin bolalar tug'ila boshlaydi. Kasalliklar tarqaydi. Kasallik hamki tuzalmas kasalliklar tarqaydi. Hatto qorindagi boladan gumon qilyapti otalar. Shu darajaga keldik. Xotinini ochiqchasiga begona bilan telefonda gaplashayotganini ushlab olib, kim bu desa, ishingiz nima deydi? Shu qiz qayerdan tushdi? Buni otasi bor, onasi bor, oilasi bor, dadasi bor, buvasi bor. Sabab ona ko'rib qiz ol degani mashi bo'ladi. Ona o'zi beodob, ona o'zi betarbiya, ona o'zi Xudodan qo'rqmaydi. Ibosi